Kechirish shunday bir qudratli kuchki, u bizga quvonch hadya etadi, qanoat bag'ishlaydi. Qalbimiz xotirjam bo'ladi. Biz orzular qilamiz, oldimizga maqsadlar qo'yamiz. Lekin vaqt o'tgan sari orzularimiz amalga oshmaganligida xafa bo'lib boraveramiz. Nima uchun? Chunki bizni qalbimizda g'azab, alam, nafrat, kechira olmaslik bor ekan, biz maqsadimizga, orzularimizga yetisha olmaymiz. Kechira olmaslik qalbimizda tosh kabi og'ir bo'lib, yig'ilib yotaveradi. Biz qanchalik birovdan xafa bo'lganimiz sari, toshlar ham shunchalik ko'payib, yig'ilib bizni qalbimizga og'irlik qilaveradi. Ishimiz, baraka yo'llarimiz, omad va baxt yo'llarimiz yopilib qolganini o'zimiz ham payqamay qolamiz. Shunday ekan, qalbimizdagi toshlarni bartaraf qilib, qalbimizni tozalab, poklab, maqsadimiz va orzularimiz tomon tezroq yetishimiz uchun yurakdan kechirishimiz va kechirim so'rashni albatta bilishimiz kerak.